Assalomu alaykum. Termiz uy bozori a'zolari sizlarga Termiz shahri yoshlar markazi yonida mana shunaqangi 4 qavatli uylarning 4-qavatda umumiy maydoni 86 kvadratni tashkil qilgan 3 xonalik uyimiz. Biz manzilimizga keladigan bo'lsak, Termiz shahar Dream House orqa tarafida, ya'ni yoshlar markazi yonida bo'lyapti. 4 qavatli uylarning 4-qavatda. Tashqi eshikni ko'rib turganingizdek, tashqi eshikdan kelishimiz bilan kattagina koridor, koridordan o'ng qo'limizda bizda dushovoyi oxirigacha kafillangan. Aynan dushovodan chiqishimiz bilan chap qo'limizda oshxonasi ko'rib turganingizdek, oshxonalarda mebellar qilingan, katyonlar bor, gaz, suv, svet, aslo muammo yo'q, aristonlar qo'yilgan. Oshxonasidan chiqishimiz bilan koridorga o'zingiz alohida baho berib qo'yasiz. Bu yoqda esa kichkinagina spalna xonasi. Kattagina xonamizni ko'rishingiz mumkin. Xonaning kattaligida alohida bitta light mashasini bosib qo'yasiz. Ikkita derazali, startap natijasiz qo'yilgan. Yaxshi kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, narxini 545 million so'm deb baholadik. 86 kvadrat metr uyimizda yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Aytgancha, uyimizning hech qanaqa krediti, hech qanaqa taqiq yo'q. Bemalol kelib, savdo qilib olishingiz mumkin. Kelishimiz bilan kattagina koridor. Koridordan kelishimiz bilan to'g'rimizda bizda hojatxonasi oxirigacha kafillangan ko'rib turganingizdek. Bu tarafda esa 3-xonasi. Narxini aytib o'tdik, 545 million so'm deb, yanada savdosi bor. Bog'lanish uchun pastda raqam qoldiriladi. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Aytgancha, Termiz uy bozori kanaliga obuna bo'lishni unutmang.